Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari, YouTube a'zolari, internet a'zolari. Hop, bloger emasmiz, endi qo'ldan kelgancha tushuntirish berishga harakat qilamiz. Mana Navoiydan bobomiz kelibdilar Xitoyga, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. Mana Yusuf Motoga. Hop. Mana savollaring ber Yusuf. Avvalambor assalomu alaykum. Navoiydan klientimiz keldi mana bizni YouTube'dagi podpisчигimiz, obunachimiz. Nima qanday fikringiz? Mana keldingiz, ko'rdingiz, YouTube'da boshqa narsa, bunda boshqa narsa emas bizda. Bir xil narsa. YouTube'dan ko'rib, Navoiy viloyati telekanaliga keldik. Xuddi shunday ekan. Shu mana bu xaridchilik, sportda kim xaridchilik yaxshi. Hamma joyi baquvvat. Haqiqatdan ham yaxshi narsaga oldik. Mana texnikani xarid qildingiz. Xaridchilik asosiy ishlasa, katta rahmat sizlarga. Salomat bo'ling. Bu joyga olib kelib, mana yetishtirib beruvchilar katta rahmat. Sizlarga rivoj. Bundan ham yaxshi texnikalarni olib keling. Aytganingiz kelsin. Sevgidan baraka toping. Baraka toping. Siz ham Maza qilib, har zaman videolar ishlash jarayonini tashlab turing bizga. bo'ldi tasavvur. O'sha sharti bor lekin. Sog' bo'ling. Mana tom qo'shib beriladi. Oldida silindrlari bor. Agri-Globe 180. Mana bu Amerikanka plug qo'shib beriladi. Amerikanka plugi. Hop. Mana frezasi 24 ta pichoqlik. Mana. Bunda bitta silindr bo'ladi, oldida bitta silindr Amerikanka plugni o'zida bitta silindr bo'ladi. Xarid qilmoqchi bo'lganlar bemalol kelaverasizlar. Yusuf Motoda, mana Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. Mana Agri-Globe 100 Agri-Globe nomer 1 Yusuf Motoda. Nomerlarimizni ekranga ham qo'yib ketamiz. Barcha texnikalarimiz bor. Kiyonlik zatkalarimiz ham bor. Bularga zatkalar ham bor. Mana nomerlarni antga qo'yib qo'yaman. Mana shu nomer bor. Bu yoqda ham bor mana. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Yusuf Motoda, Qashqadaryo viloyati Yakkabog' tumani. Agri-Globe nomer 1 Yusuf Moto. Nomerlar ekranda. Barcha texnikalarimiz bor. Tor X torlarimiz, Agri-Globe 200 tor, Agri-Globe 180. Yaqinda yana yangi texnikalarimiz keladi inshaalloh. Navoiylik bobomiz baraka topsinlar. Hop, yaxshi kunlarda xizmat qilsinlar. Texnikamiz yaxshi kunlarda xizmat qilsin. Agri-Globe nomer 1